Muhokamalarga sabab bo'layotgan Yormozordagi Ayva Freshga kelganmiz do'stlar. Aka, hormang. Charchamayapsizmi aka? Ayva Freshdagi bugun narxlar bilan bir tanishtirib chiqdik obunachilarga. Albatta. Narxlarimiz bilan tanishtiramiz. Birinchi o'rinda sizga muzqaymoq bilan tanishtirib, albatta kiraverasiz. Xo'p, nimalar bo'lyapti aka bitta endi aka? Muzqaymoqlarimiz zo'ri bor. Muzqaymoqlar narxlari El qatori 100 grammi 5000 so'm. 5000 so'm 100 grammi. Undan tashqari mana qarang, tomondan oling. Uni turetski limonad. Apelsin bilan limon o'zida bo'ladi. Turetski. Ha. Bunisi ice deyiladi. Apelsin, limon, miyata, karkadeda bo'ladi. Haqiqatda ta'mi boshqacha ekan. O'zimiz tayyorlaymiz buni ham. Stakan 10000 so'm bo'ladi. Bunda nima bor? Makkajo'xori bor bunda mana. Narxlari 8000 so'mdan. 8000 so'm. Buniki 10000 so'mdan. 10000 so'm. Xo'p. Mevalarni ham ko'ryapman aka, sveji kelar ekan, ananaslargacha. Albatta. Apelsin soklarimiz bor, ananas soklarimiz bor, sabzini soki, qizilchani soki. Hozir tayyorlab berdiz-a Ulug'bek akamga. Nima qilishdinglar? Qizilcha, sabzi, olmadan aralashtirib tayyorlangan ota-onalar uchun rosa zo'r, foydali. Qon ko'paytiradi deyapsiz. Narxi qancha bo'lyapti aka? Bunisi 30000 so'm. 30000 so'm. 1 litrli baklashga olib ketaman desa, uyga qancha bo'lyapti shunda? 1 litrligimiz xudo xolasa 50000 so'm bo'ladi. 50000 so'm bo'ladi. Tabiiy narsa bo'lyapti. Xo'p, olmani soki bor. Mana mangodiki bor. Mango ananasningiz o'ta go'zal chiqadi. Bunisi 5 xil mevadan bo'ladi. Apelsin, banan, kivi, ananas, olma bo'ladi. Narxi 30000 so'm. 30000 so'm. Koktelimiz. Pista, bodom, yong'oq, mayiz, xurmo, sut marojnidan bo'ladi 25000 so'm. 25000 so'm. Undan tashqari tomonda maxitolar. 10 xildan oshiq maxitolarimiz zo'rlari. 10 xildan oshiq. 10 xildan oshiq. Bulardan tashqari bag'i ponni tabiiy bo'lyapti-kan aka. Maxitodan tashqari hammasi tabiiy. Undan tashqari qarang, kiyo koktelimiz, kelin koktel, bananli koktellarimiz bor. Ayronlarda eng go'zallari bor. Operator baqa o'tingda, bu muzlarni ham bir yangi sveji mevalarni ham ko'rsin-da. Aka, muzlar ham sveji chiroyli turibdi ekan, yangi hamma yo'q. Ha. Bananlar ham yangi. Shu yerdan shuni olib chiqarib beramiz qolganda. Shuni qo'yganmiz. Mana chiroyli qilib hamma narsani xolodilnikdan olamiz, shunday odamni ko'zlari mana yangi. Olmalar ham toza chiroyli olmalar. Tushib ketib qoldimi? Tushib ketdi. Bormi? Bo'ldi. Olmalarimizdan sveji tushib ketdi xudo xolasa. Sveji olmalar har kuni keladi aka. Hamma yo'qmiz. Qovunlar ham bor ekan, qovundan ham birini chiqarib beryapsizmi aka? Qovunda dil tortsa so'yib beraveramiz. Dil tortsa kelganlarga. Albatta. Makkajo'xorilar hamma yo'q bor aka. Xo'p, kelaverasizlar, manzilini tanishtirib o'taman do'stlar. Yana bitta yangilikni aytib o'tib ketay. Yangilik. Bloger bo'lishi shart emas. Shunchaki siz ijtimoiy tarmoqda faol bo'lsangiz, TikTokingiz bormi, masalan, TikTokiga olsa bo'laveradi. Instagramiga kelib video olib, Ayva Freshni bitta atmetga qilasizlar. Libo ichgan narsasidan yana bitta bir plyus bitta bonus qo'shib beraveramiz. Mana, buni imkoniyat har doim ham bo'lmaydi. Kelaverasizlar, manzili Farg'ona shahar Yormozor masjidini ro'parasida bo'lyapti. O'zi hamma biladi. Kuzda aka hali bexilaqilarni oz qilmayapti. Asalli bexilarimiz xudo xolasa sentyabrdan boshlanadi. Sentyabrdan boshlanadi bex sezoni xudo xolasa. Ko'p bexini yeganlar ko'proq bilishadi bizni. Bex orqali ko'proq tanishadi demoqchi edim o'zi aslida. Keyin ish vaqtimizni ham o'zgartirganmiz. Ko'pchilik ertalab soat 10 dan 11 gacha ishlardi, 11 dan keyin keladiganlar ko'p edi. Kech qolishyapti. Hozir mana yozdi kunida kunduz vaqtligiga, tunamiz vaqtligiga soat 1-1:30 gacha ishlaydi. 1-1:30 gacha. Bemalol kelishaveradi. Tugab qoldi, u bo'ldi narsa bo'lmaydi ekan mana. Hamma yo'q yetarli ekan, bemalol kelaverasizlar do'stlar. Akamizni hamma o'zi taniydi ko'pchilik. Biz aytmasak ham o'zi ko'pchilik biladi. Mana joyni ham ko'ryapsizlar, pokiza, chiroyli joylar. Hamma yo'q yangi bo'layotgan ishlar bo'lyapti mana. Rahmat aka, xalqqa chiroyli xizmat qilyapsiz aka, rahmat aka. Bemalol hammani kelaveradi. Xizmatini qilamiz, xudo xolasa. Ash mikrofonni olaman aka, bag'da bitta sherigingiz bor ekanlar. Hadi ham bir gapga solib ko'raychi. Qo'shib yuboraman. Mana keyin do'stlar, kelib qolsalaring Mobog'da, va akamiz borlar. Xo'p. Chiroyli mana do'ppilar mana. Narxi ham qulay. Yozga maza qilib kiygani hali yupqagina. Atirlar ham aka YouTube'ga bo'lyapti bu kadr aka. YouTube'ga bo'layotgan bo'lsa, Bas Farg'ona O'zbekiston ko'radi-yu bizni. Bitta poddesh qilinglar, like bosinglar akamizni. Aka nima deysiz? Obunachilarga. Atirlar qanaqa? Turetskiy, Yevropa, Fransiya, Angliya kelaverasizlar akalar. Fransiya, Angliyaliga javob beramiz. Ulug'bek akam nomidan kelsalar, obunachilarga bunga Jida deb yozib qo'yibsiz aka, bu nima degani endi aka? Jida. Qanaqa? Hidini qarang. Mashidan chiqib berasizmi? Olinglar shundan. Haqiqatan. Qancha nomer qoldirib ketyapmiz? Nechchi nomeringiz? 91 654 44 52. Boshqatdan qaytaring aka, videoga yozilmaydi. 91 654 44 52. 44 52.
Ayva Fresh'ning nomeri nechi edi? Aka, Ayva Fresh'ning nomeri nechi edi? 99lik 690 690 88 81. 88 81. Olib keling kamerani. G'adish. Ana.